Biz mana shu uyda turmush o'rtog'im bilan ikkita farzandimni tarbiyalab, baxtli hayot kechirib kelyapmiz. Bu esa bizning kichik bir vatanimiz. Bu uydan tashqaridagi turmush o'rtog'imning ishiga saralashga haqqim yo'q. Va menga qiziq emas. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir